بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar bugünkü tefsir dersimiz Ali İmran suresi 84. ayetten 92. ayetkice Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Yuqorida tilovat qilingan oyatlarningki qisqacha tarjimasi Ey Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam esla, ya'ni biz Allohni iloh deb ishondik. Alloh bizni buyurgan ishlarda Allohga itoat qildik. Alloh bizga nozil qilgan Allohning vahiysiga iymon etdik va shundaqla Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlaridan Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom, Ishoq alayhisalom, Yaqub alayhisalomga nozil qilgan kitoblarning hammasiga ishondik va shundaqla Yaqub alayhisalom avlodlardan bo'lgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishondik va Musa alayhisalomga va Isa alayhisalomga barliq payg'ambarlarga berilgan kitoblarga ishondik va Alloh tarafdan ularga ato qilingan oyatlarga ishondik va biz payg'ambarlarga va kitoblarning hammasiga ishongandan keyin ularning hech birininki orasini ayirib etmaymiz. Ya'ni ba'siga ishonib, ba'siga kofir bo'lgan bunday ishlarni qilmaymiz. Biz yolg'iz bir Allohga taslim bo'lg'uchi va Allohga bo'ysunuvchilardirmiz. Kimki Allah subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lib, din qilib bekitib islom dinidan boshqa bir dinni talab qiladi ekan, Allah subhanahu va taolo u odamning qilgan amallari va islomning g'ayridagi dinini qabul qilmaydi. Bu kishi oxiratda o'zini do'zaxga kirishga sabab bo'lganlik bilan haqiqiy ziyon tortquchilardan bo'lib ketadi. Kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah'a iman etgandan keyin Allah subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga nozil qilgan haqiqatni va payg'ambar alayhisalom Alloh tarafdan ilib kelgan haqni bilib turib, buningga kofir bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo qandoqmi iymonga muvofiqson, ularga Allohning kitobining haq ekanligi ahir zamonda avatilgan Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomningki haq payg'ambar ekanligini bildiradigan uchuq ro'shan dalillar kelgan tursa, shundoq turibmi, yana agashmasa Alloh ularni qandoqmi iymonga muvofiq qiladi. Alloh subhanahu va taolo bunday kishilarni iymonga muvofiq qilmaydi. Bular hidoyatning o'rniga ozg'unlik tanlash bilan o'zga zulm qilgan kishilardan bo'lib ketdi. Ulaika jazaohum anna alayhim la'natullohi val الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. Haqiqatan hidoyatni tark qilib botilni tanlagan, haq yo'lni qo'yib ozg'unlikni tanlagan ashu zolim kishilarning jazosi haqiqatan ularga Allohning farishtalarining va barliq insonlarning la'nati bo'ladi. Ular Allohning rahmatidan qo'g'linadi, Allohning rahmatidan yiroq qilindir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ular do'zaxdan chiqolmaydir. Ulardan do'zaxning azobi yengiltilmaydir va yoki ularningki yashash muddati kechiktirilmaydi. Ularningki tövbe qilib olishi yoki Allohga bir uzr aytib olish uchun dunyoda yashash muddati oxiratda azob ulardan ma'lum muddatma kechiktirilmaydi. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
Endi kafir bo'lgandan keyin va o'z nafsiga zulm qilgandan keyin haqiqatni tunib Allohning tarafiga qaytganlar, Allohga tövbe qilganlar, amallarini isloh qilib yaxshi amal qilganlarga kelsak, haqiqatan Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalaridan tövbe qilgan kishining xatoliklarini afv qilguchidir, ularga bak mehribondir. Haqiqatan iymon etgandan keyin kafir bo'lgan badbaxtlar va o'z kufr amallarini davomlashtirib, o'lib ketguncha shu holatda davomlashgan kishilar Alloh subhanahu va taolo ular o'ladigan vaqtida tövbe qilsa, Alloh ularning tövbesini qabul qilmaydi. Chunki tövbening vaqti ketib qoldi. Jon halqumga yetganda, sakratga tushganda qilgan tövbening hech qanday foydasi bo'lmaydi. Shu kishilar Allohning tarafiga ilib boradigan to'g'ri yo'l, siratal mustaqim, dag'dam yo'ldan, haq yo'ldan izib ketgan kishilardir. Innallazina kafaru va matu va hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum azabun alimun va ma lahum min nasirin. Haqiqatan kafir bo'lgan badbaxtlar, kafir holatda o'lib ketgan badbaxtlar bo'lsa, ularning hech biridan zamin to'shqidak oltin, kumush, mol, dunyo pidi vergan taqdirdimi qabul qilinmaydi. Ya'ni, mashi mol mulkni bir bersam, Allohning azobidan bir saqlansam deb, butun dunyo to'shqidak mol dunyoni pidi versami bu qabul qilinmaydi. Garchi shu do'zaxdan bir qutulib ketib qolsam deb, shundaq molni berib qolsa, buning hech nimaga foydasi. Shular, ularga nima bor desa, dardlik azabba. Qiyomat kuni ularni Allohning azobidan mudofaa qiladigan va yoki ularga yordam beradigan hech qanday bir yordamchi bo'lmaydi. Ular azobda mangu qoladi. Yuqori tilovat qilingan oyatlarning tin ilinadigan bir qancha turli foydalar bor. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo otimiz Odam alayhisalomdan tortib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan barliq payg'ambarlarga iymon etish vojib bo'ladi. Shundaqla Alloh subhanahu va taoloninki shu dunyoga avatgan payg'ambarlarining hammasiga nozil qilgan kitoblar va sahifalarga iymon etish vojib bo'ladi. Ularning hech birininki mayli payg'ambarlarning va kitoblarning hech birining orasini ayirib etmasdan hammaga ishonish, hammaga iymon etish vojib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni oxir zamondagi haq payg'ambar qilib avatgan keyin her qandaq bir insondan islom dinidan boshqa hech qandaq bir dinni Alloh qabul qilmaydi. Yana bir foydasi, har qandaq odam ozg'unlikda ching turib, ozg'unlikni davomlashtirdi ekan, Alloh subhanahu va taolo bu odamni tavba qilishga va hidoyatga, to'g'ri yo'lga muvaffaq qilmaslik bilan jazolaydi. Butun hayoti ozg'unlik küfrü kişilerini azdırış bilen ötüdiken, şunu davamlaştırdıken, bundaq adamni Allah subhanahu ve taala ahir hayatıda tövbe kılıvılışqa, yaki toğru yol tüpüşqa hidayet kılmayı. Ayetden yani bir paydası, eğer insan cine halkımga kemmese, yani sakratga düşüp kalmasa, yaki gün mağrib taraftan çıkıplam kalmasa, tövbinin işige uçuk buludu, takalmaydı. Muşu iki xil haletten başka halette insan tövbe kılıdıken, Allah subhanahu ve taala onun tövbesini qabul qiladi. Ammo bu ikki xil holatda tövbe qilsa, buning tövbesi qabul bo'lmaydi. Qiyomat kuni insonni do'zax azobidan, Allohning fazli rahmatidan sirt o'zining qilgan yaxshi amallari bu odamni do'zax azobidan quzolaydi. Ammo mol dunyo, bola chaqa, yuz obro'y, mansab, martaba degandek bu narsalar, hatto mol dunyosi zimin to'shqidek bo'lib ketsimi, bu odamda haqiqiy iymon, tavhid, sog'lom aqida, to'g'ri e'tiqod bo'lmaydi ekan, bu odamga dunyoda topgan narsalarninki hech bir foydasi bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizninki qalbimizni isloh qilsin, hammamizni to'g'ri aqida, sog'lom e'tiqod ustida mustahkam qilsin. Allohga uchrashganga qadar to'g'ri e'tiqod, sog'lom aqidadan bizni tiyildirib etmasin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'radigan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, solihlar, yaxshi kishilarning qatoridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.